Seriyozlu bol. Mayli da sen seriyozlu qo'rqqandek bo'lishing kerak, davay. Aslam, oturmuş. Vallahi o'tgan darsda biz 1937'de 40-yillardagi respublikadagi siyosiy va iqtisodiy ahvol haqida paran qildik. Endi bugun bizning o'tilgan mavzuimiz 1941-1945-yillardagi ulug' Vatan urushi. 1941-yili 22-iyunda faşistik Germaniya Kengashlar eliga urush e'lon qilmasdan besib kirdi. Bu urush Sovet xalqi uchun 4 yilga so'zildi. 1945-yili Berlin operatsiyasi boshlandi. Qamayev. Qamayev. Babul. Salim o'tirsa sot bo'yna dars tinchmasdan. Sot bo'ynamoqda. Tinchab o'tirmasizmi? Qani, tinchab men nima aytqina? Berlinni kim oldi? Nima? Buni bilanga kim oldi deb o'tiraman Berlinda. Nima? Qamayev. Sen ders tinchmay o'tirsan. Olmadim. Bu qanday bu nima deganga? Sinfda yutgan narsa meni ko'rsatgan men kirayman bu yerda. Bu yerda boshqa o'quvchi yo'q menga mendan boshqa. Sen qayerda o'tirsan? Bu maktab kechib kelsa, ba'zi kunlar kelmaysa maktabga. Hozir men seni dadan qishib olib bundan hammasiga sen dadan tushundirsan. Vallahi endi uy topshirmasi ulug' Vatan urushini o'qib kelsizlar. Ders tugadi. Qamay. Sağ men ham bir basam. Malim avur bo'lmay mashinalar ketaylik. Malim, emeğinizi takan. Apam dadam uydimki, jurum malim.
Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Qanday Shuhrat muallim? Mo'yin chiqib qanday? Mo'yinlar baynalib ketdi. Issiqligi voy. Ahvolingiz yaxshi? Yaxshi, o'zinglar shu. Yaxshi mana uyning tirichligi shu. Buni Yodikorning masalasi bilib kelgan deb edim. Yodikorga Berlinni kim oldi desam, qarang, men oldim deb. Buna javob beryapti. Hey Shuhrat muallim. Bu sizlarning sinfinglarda mening balamdan boshqa bola yo'qmi-ka? Bu jutkanli nimani mening balam olamdi-ka bu? Ha? Mening balamning qo'li nima? Ya agirmi-ka, do'tmi-ka, sarangmi-ka, ha? Hal des mening balam yomon dashlakan. Jur balam, uy kirib ketdi. Hep boşu ayollarni. Dasmini so'zlashmasam bo'lmaydi ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy! Shuhrat muallim. Qanaqa qolsiz? Yaxshisiz? Alloh rahmat. Gel. Yaxshi-ku. Ya qiziq bo'lchini bo'yitgan ko'raman. Shunaqa qanday? Yaxshi-da, rahmat. Aha. Yodikorning masalasi bilib keldim masalan. Yodikormi? Darsda Berlinni kim olding deb so'rab qo'ysam, "Ma'lum, men oldim Berlinni" deb javob beryapti. Hozircha hukm bu qanday gap bu sizlar? Bani uy tarbiyalamsizlar yo tarbiyalamamsizlar? To'g'ri o'rnum. Men Berlin olsam. Berlin oldingmi? Voy, nima bermayman. Ha. Sen başkatlarına qahlanasın olmadi. Muallim mende balg'o bo'ldi yana. İp qo'yganda yuvaganda endi mush, bilay. Bo'lmasa qanchlikka so'rayman. Maqtanglar qanday ipratchi? Qanchdirdi u? Xat, men ayolni. Xap, mush muallimlarni. Hadi gel bakalım. Oha, молодец. Assalomu alaykum cho'ng opa. Qanaqa bo'lasiz? Yaxshi, tinchlik. O'zing yaxshimi? Yaxshi, ular rahmat. Voy, ne bo'ldi? Voy, qopoqlaring yasib ketdi, bolam. Hajab kunda kulib yuratding. Nemish bo'lib qoldi? Voy, men Yodikorning masalasi bilib kelsam, men ozod degan. Qo'shilama. Ranjitib qo'yibdi, jira ikki para qilaylik. Mana. Ertirda quloqlar uzun, anglab qoldi. Jira aramqida ikki para qilaylik. Nemish bo'lib qoldi? Kira. Uyga. Jira balam, uyga kirib, turchin choy ichga paran qilaylik, he. Bizning malaka qopsa, qara. Nima joyday bo'lib qoldi? Turing yomonidan chor bo'lib ketibdi balam, o'ta. Qani o'taga qilgan nima bo'ldi? Men darsda Yodikorga savol bersam, Berlinni kim oldi desam, men oldim deydi. O'y kelsam, apsimi, dotsimi, biqsima paranlarni qilyapti. Voy, bu Yodikor degan buni Ozod Aqamayevlarning bolasi emasmi? Ha, shular. Voy, balam, Berlinni optimi, sening Berlinning deyaptimi? Voy, bermaydi. Mening mantivarkamni og'ini bir oy bo'ldi qara. Voy, mantiqlar deb so'rab kirsam, o'zimniki qilyapti. Voy, bermaydi. Voy, yomon yo'q qilib jima balam. Alamaysa bular o'zlar ashta haqli. O'zniki qilib bermaydi. Sening Berlinning evag'ini qara. Alamaysa, og'ir bo'lma, alamaysa. Bermaydi. Voy, bu odamlar qanday bo'lib ketgan oy? Voy balam, voy jinim balam. Voy nima bo'ldi? Voy doktor xon gapiraymi? Voy doktor chaqiringlar. Voy balam.
Vay beşim, bu nemi katta bu. Bala qarmaydigan bo'ldi qo'y hech kim. Vay beşim. Assalomu alaykum Shuhrat muallim, nima bo'lib ketdingiz? Malining saqchisi Ayıpov Dilmurod. Bu o'g'rini izlaydigan bizning ishimiz sizning emas. Berlin tepildi. Uni qamayib Yodgor Abdika bo'yni g'iyotidi, biroq qayaga qo'yganini bilmayapti. Otun. Otun. Vay. Otun tugapti qo'y. Otun tugapti. Kimdan olsam bo'lar? O. Erkek qo'shnim kirpaqay. Erkek! Hey, koşlar! Hey! Hey, koşlar! Hey, koşlar! Ahval yaxshimi? Qara. Teşekkür ederim, koşlar. Yaxshidir, Suzan. Yaxshi, asta. Sen koşlarım, yaxshi olsamız yaxshi qo'y. Ha? Jiratdagi tuqunidan yaqindagi qo'shdan yaxshi deydi. Voy, deymading. Qo'shnimiz yo'lak bo'l, bo'lmiz bilak bo'ldi. Ha, durust aytsa, burunqilab hikoya aytmaganjimi? Qo'shnim, otni berib turma, qaziga. Va, al sening ayga o'tinni. Hay, yaxshi da mana. Nimlar yeb ketsa uni? Nimlar ketma. Jo, ayt, ishaqchani vashing olsun, biz olasan. Asta, qo'shnim, ey. Akvatchimi ke ishaqchani? Ha, qo'shna. Bu yengmal o'g'an degan. Birida o'tin yo'q, birida ko'mir yo'q-da. Bu so'q degan bo'g'otidi. Dema, qo'shnim. O'tning yatmisi. Yanki olasa. Rahmat ey qo'shnim, rahmat. Hey, bu qishni qiymin yoz o'yla degan so'z ojimi? Rost aytsan qo'shnim, biz qishni qiyimini qishda o'ylaymizga qara. Yozni kuni juda naqsh etib o'ynab. Mayli. Mushni. Rahmat, Ey, erkek qo'shnim, cho'ng rahmat. Ular cho desam mangda? Voy, o'z menga berdi. Cho desam menga. Cho. Avtomat. Asta, da nimlar. Ya mayli qo'shna. Qizalat olsan, yan kelasa. Aha. Ya, ishaqchani akirvat ma'qulmi? Bo'ldi, qo'shnim. Ha, asta avaylab bor. Ey qo'shnim. Ey bu ishingni iti nima? Boshqa. Ey qo'shnim. Boshqa. Ya qarsam Ibaydulla o'xshaydi. Ha, ey, qo'shnim. Uy, bu. Bu otun ozda qilib turdi-ku. Yani kimdan so'rsam bo'la? O. Ha, mana. Savirdan qo'shsam kirpaqa, ha?
Severdim de bağırtın. Severdim hoşlandı otun ba. Vay maşallah. Давай аны қоқытайық. Yemek bu. Yegemeli oğlan kendimiz kokudu çok. Eşi kokut görelim davay. Hep bakalım. Bir çakçak bir tane kokut başlayacak. Davay kim o? Ya sen kim o? Ya sen kim o değil mi? Ya sen kim o? Ya sen kim o? Men Xotek. Ya aka kişi o. Apam to'yga ketgan. Dadam bilan ketib borma. Bule chaqanlar aka. Chaqa mangayli. Dada, Ov. biz qo'y o'ynaymiz, qav o'ynaymiz, at o'ynaymiz, to'yga o'ynaymiz. Bir odam kelib kelsak nima bo'ldi biz? Odamni. Odam? Odam. Bolam qani odamni qanaqaysi? Dada. Yo'g'on ayolni yesa qanaqa bo'ldi? Xalatga qo'yaldimi? Shuni. Bolam qarni. Yo'g'onga qara, sap may. Ular yo'g'on maylarni yeydigan bo'lsa, mayliqni yeydigan. Ko'nglim tiq qoldi. O'riq qizni yesak bo'ldi. O'riq qizni. O'riq qiznimi? Bolam yomon o'riq qara. Bu usti qoldi-ku. Uni so'rib qaynasam, so'ribim chiqmaydi degina. Ayolni yesak bo'ldi. Средний ayolni. Ayolnimi? Biz ancha emizamiz. De. Bolam. Davay. Aş chiroyli ayolni uyga kirib ketib, opangni aytmiz. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Ishlarlar qanday? Ya men uy bitmayli ketdi-ku, bitirish kerak-ku, vaqt degan ketib bordi-ku. Chapchanaqa aytinglar. Endi kichkina biroz indirib qoldi mayda. Kley, kafir mafiyalarni ketinglar, qumlarni ketinglar, shunlar bitdi, qachon tugaydi bu? Nima ruxsat kerak ekan unga? Bo'lsa kelsin fazla endiga. Mehmon qo'yamiz biroz. Chapchanaqa qilinglar ovqatni. Kafirlar yaxshilaninglar, yaxshilan dedim-ku, endi pul yetmasa, shotni olayapsa. Ma'qul, davay tezroq turinglar. Assalomu alaykum, qo'shnim. Qanaqa ahvol, sog'lik, yaxshimi? Zarur ishlar qildimi, zarur ishlar. Ammo uy bitmadi, qanaqa? Durust. Shuna tutamiz, bo'lmi deb. Durust. Muncha qo'shnim. So'ldi uy isitmoqda degina. Nima bo'ldi uyim? Bilmayman. Uni polni so'g'irib. Sa'da nima qilsam bo'ldi, ha? Endi men fikrim qarab, stroykadan ancha xabarim yo'q. Endi usturim bor, usturimni ko'rib, so'rab boqqan shuni. Saqlada so'rab boqqanlar. So'rab boqqan.
Aziz. Ne kalaysınlar yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlar kerak. Assalomu alaykum. Ishlar kerak. Bayat qo'shnam kiribdi ekan shu bir xijolat bilan. So'rab boqay dedi. Nimcha? Qaranglar, buni uyimning pol ismay yomon sug'urib ketib bordi. Nima qilsam bo'ldi? Aslında polda aslında penaplas ötesi var. Penaplas? Ya penaplex var mı? Mesela üstüne pitokli polkuttu. Pol. Penaplas? Ya penaplas. Penaplas var kapısı. Aha. Aşkın salastı. Pitokli polkuttu. Penaplasdan sug'urdi? Rahmat, rahmat amsa, ma'qul, rahmat. Bo'ladi? Bo'ldi. Rahmat. Qo'shnim, rahmat. Bugun ishini aytib qo'ymay ip qo'yay. To'g'ri. Ma'qul. To'g'ri qo'shnim. Rahmat jon, rahmat qo'shnim. Bosh penaplasni aytib qo'ymay bugun olsam bo'lmadi. To'g'ri, ashula. Ma'qul. Ma'qul. Rahmat qo'shnim. Ma'qul. Qo'shnim rahmat. Ma'qul. Penaplas. Penaplas o'tqamash kerak. Penaplas. 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 O'tqamash kerak. Penaplas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa Qanday yaxshimi? Salomatlik yaxshimi? Yaxshi dursiz. Sen nima bo'ldi? Polni siqilqanlik. Pen. Plastikga turibmi? Yo'q. Eh. Polsiz qanday deydi uni? Pinta. Nima u? Detta polsiz qanday? Ha, penaplasmi? O, penaplas. Ha, aka penaplas turib var menida. Mana. Buni penaplas ulgusi. Bu keleni. Bunun yani yalını bo'ldi. Qanday kerak aka sizga? Menga chashqan yemaydigan kerak. Tashqa yemaydigan? Ha. Voy, azza turibdi aka. O, yaxshi. Yaxshi bo'ldi, chashqan yemaydigan aka bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Ya aka. Xotirjam bo'ling. Agar tashqanda qo'ysangiz mana men shuni qo'shib sotdim. Aka, sen mi maşına qaraydigan? Men qarayman. Mashina qara qo'y aka. Ma'qul. Biz bozor kirib chiqamiz. Ma'qul, davay. Singilsiz yama eski qo'y oldingizmi? Qayerni darvozadan bu skladdan mashinalar chiqdi. Mashinani qanday qo'yganim nim qilatding? Hozir men birdam kirib chiqmaydi, kichik bir zo'r ishim bor deb qara. Bu qara, men hozir bozor Ya kirib chiqay. bo'lmaydi, o mashinalar chiqdi o skladdan. 1 minut, 2 minut degan hech nima emas, bu qara. Men cho'ngsib qo'y. Ammo mashinamdagi magnitofon yaxshilab qarab qo'y. Qimmat magnitofon, yengil inganjimi?
Hey, mashin qani? Mashin qo'yib ketgan qo'ymamanga. Siz dedingiz qimmat magnitofon qaradi. Mana magnitofonimiz. Qaysi oqiralqan? Ben bu. Magnitofon. Arkadaşım. Yaxshi. Dur. Nega? Birinchi chal. Men tashlab o'tdim. Yok, qachondan beri akşam. İçtim ko'nganda ichib o'tatdim. 2 soat burun. Ey, man. Ya, yalan kulkan kulmay, man. Normal o. Mağan ayakka pokşuk kuttu. Dur. Gibi de. Ve kıkırt sevinge. Yazık. Tuz getirme bak. Ben hazır. Sen takımı var mı? Birini alımızda işçimiz. Nimçu? Ben takım. Ne? Çiçim üst gittin mi? Gül. Üydükle çiçim üst gitti dedim. Normal ne dedim. Ay gül kızım gül. Ben dedim. Oo gül. Kazık. Açtı bir. Sim takım. Sil takım. Sim takım. Mehmet adası. Bak ara. Bak. Oo. Bak adası. Sim yok. Bir saniye. Bak. Çekov. Ya çakmaysa ben işildim ben. Bir maşın köyümü taşıldım da. Bir maşın köyüm kara kıymet olarak verdi kara. Parla. Davay bir mol düşürüp oturalım ha. Müsaade değil mi? Cahil de. Ya Mundus niye Mundus ya? Bizim balcakımız olsun ya Mundus. Ya vurdum ha ben oturan çocuğum. Hadi yüzümüzde çay Ay yüzümüz cahil bakın. Cahil Simoka. Buraya. Ya dur. Foto. Bak de otursan. Otur. O be. Ben seni yıkayıp görmen koşunam. Söz bekliyorlar rahmet. Sen kim söz verip düşecek adaşı? Hiç. Köyünün sözün ne? Köyünün. Mayaydak bu kufaykaları ki yoktu adaşı. Давай. La işte. Bak iyi bir gelmiş lan bu keşke işte. Sen makine. Kuramı ya etme. Müsten. Sen ko. Kime? Sonra toyam sen. Ben adaş. Toya el degen de kulak kalmaz. Hadi toymayayım ben. Ulan bana. Kollarımı tuturmaydı o adaş bana. Aman bolaylar. Yakışık ya. Bu yatmaya kaldı o. Ya adaş yok tüküdü. Allah söyle. Tüküdüm ona tüküdüm ben. Sıksam mı yok tüküdüm. Kalkmış. Pul ama. Yok.
Pul ama. Yok. Kalmış. Kalmaz. Kazık mulanın üstüde moşni içecek bak. Oğlap pul kılmayızın. Meli, memdakın tur. Arslan'daki alayla işek sotulmaydı. Kim? Şunun aşağı baraydı. Doktor. Kim böyle? Hep böyle kaldı. Ne olur söyle bağımıza. Kaldı bu. İşek bana o da bir Neyse seni. Yazdı ama. Adaş bu. Doktor ya adaşı. Çıktı. Çıktı. Bak tarafına kaçtık. Bak tarafına kaçtık. Kaçtık. İşek yes, işek. İşek yes. Oy bu malla mörep tokola kışkırıp kettik o. Ey bala arın eken hemen malgı çöp süyütey. Bol çap taraf. Vay rahmet balam. Vay tova işkim kınıy. Çonala. Ben burun adam değildim adam. Bu arak çıkışta verip günarım eğirlişip yaşak up ketken. Man sizin hicaretiniz çıkıp işlerinizni kılıp kaytın günarım yeni kısıp adam bulup kaldım ben. Bunu diken balam arak içme üzanın kınonu üzan kö. Meyli bulup çonala meyli. Hey buvay. Ekmandla. Ey bazak verip ben bir iş ekiley. Bunu karmamızla balla nayık vatıdı. Şunu otun potun toşuyduğunca şu işekini ekemsen bomdu. Min ensretme et gerek kilin ha? Ya ensirmem ben kıyırlığım yetti ben bir yaklak mağmayla. Beyni hop. Aman verip aman kelin. Ay bazak verip bir yakşı içmeydiğen, yemeydiğen bir işek tepkemsen bomdu. İşek bir budulka arak işek verit ha. Şıkkı buluk ara. Bir budulka emez bir tane yetidu. Bir budulka arak işek yema işek. Şıkkı var. İşek alınır. Mal şeyimiz var şeyimiz. İşek yerin işek. Oy bunu bagara uzun kulak yana arak içi yaptı da. Dögülü koradın adam bulup çıkıp ketken yanılı arak içip işek opsan koy. Hep beleme. Ularni tashqi chamuzib qolib ketdi, boshladim. Oy, fark Mana. Tepildi dedim ama. acayip yaxshi bo'ldi. Yaxşı degan yaxşı. Assalomu alaykum opa. Aleyküm assalam kızım. Kelin. Ruxsatmikin? Ruxsat kelin.
Oturun kızım gelin. Sizniki yok namınızın tapma. Takdirinizni yeshishmi? Ne bo'ldi? Yadınızdan keyin çapa, men şundan 4 yıl burun sizge kep ketkendim. Siz maň degen turmuş çıksa, işki ballyk bolsa degentiniz. İşki ballyk bu aldım, biroq tek turmuş çıkmadım qaram. Dayım bolsa yana ishkim tug'siz, mundikins turmush chiqsiz. Men 2 gün tok boldum bu. Mana so'zlayotdi u. Yani ishkim tuqqandan keyin siz обязательно turmush chiqsiz qizim. Yani 2 gün tuğuş gerek boldu mu endi? Dayım Boptu. bolsa turmush chiqsiz. Rahmet. Ishkim tuqqandan. Yani tuğuş gerek boldu de. Assalomu alaykum javob. Keling bolam, Qanaqa ahvoling? Yaxshi keling. Va javob, Ha. bu sizni Bo'psa. uchar mo'l deb anıldım. Ha. Hayat yaman qiyin uzratdim sizga palash qizay deb kelgan. Mana. 20 yosh kiribsiz. Ha. Ha, 20 yosh kirguncha xel qiyinchiliklarni tatibsiz. Rastaysiz. Ashuni bugun ketisiz endi. Bugun ketmamkan? Bugun ketisiz. Voy, yaxshi bo'pti, bugun ketam oldim. Voh, o'zim qiyin uzratdim. Tek bugun ketam oldim. Alo? Qanaqa ahvolingiz? Yaxshi, uydaman. O, bizning akak yo'q-ku, 15 kun uyda bo'lsa, 15 kun taladiq u, talaning adimi u. Siz kelamsiz? Qayoqlarga kelsiz? Voy, yemiş men illiq so'zlaringizdan erkak tutib aldayapsizlar, ya Allah. He? Bir soatdan keyin kelamsiz? He, mayli vaqtda men tamoq yeb sizni kuttirman, ma'qul jinim. Mayli, ma'qul. Ma'qul bo'ldi. Davay. Aha. Adam var mı uyda? Adam? Ahmetcan, ben siz erkek kebapsız ol. Siz bana 2 gün kelmedigen o. Ertigen gelip tigran mı sen? Özüm neyim ki otman mı? Yoksa? Ya meydanı teçama yetkegensiz ha. He, diyeceğim. Salametliğiniz yaxşıdır. Yaman emez. Eras Ahmetcan, Aha. pulunu verirken de ha. Pul ne? Bervetti pulunu. Kadircan bol pulunu bervetti ben. Meyli boptu bu. Vay ya cinim. Kelin oturun. Erkekkensiz zırah yolda bir kek için. Diyeme. Vay. Soğudu yaman ters. Vay ya cinim. Bunda bakıştan tepkersiniz. Ben sizni vay bir şimdi götememem cinim. Vay. Siz şikayetsiniz. Ben arman kıp kaçan keldikken dep muşu. Arman kıp hiç kurmaymadan ha. Oye kotan. Ras. Ben sizni bir kere aytayım de sizge. Hep bunu enze kokanı bir itmem de. Ay kotan. Vay ya Ahmetcan. Siz bunda akşılanmazsınız. Ben sizge top emez. Navat yiyizmeyim ben bu. Oye ya kotan. Siz oturun ben hazırlama tamak tayala etme. Oye. Vay ben 1 minut tayala etme tamakla. Vay. Hey. Yaxşı. Dokumentlarni qo'yib qo'yaylik. Hech kim telefon qilmas endi. Vay Ahmetcan, sizin kendiniz şundak yakışı boldken hoşa bop kaldım da. Ay rahmat xotin rahmat. Bundak dünyada bir talla. Bu almutlu boyunca bir tal da canım. Vay rahmat. Ballaçı balla. Vallahi yakşı. Aha. Hem okuşta, hem saksalamet. Bop. Avu itmakçı. Sepemeden kızını ev ötken bu. Şunun toyup çakırdı bizni. Qachon ki? Şu 1 fevral'ın
16'sı mı, 17'si mi açtak dedi. Baptı o, yaxşı. Siz çay içip oturun, ben hazır sizge tamak yiyip kırmıyor. Bak, ne degen çakallık bu xotini. Ay. Vay jenim, bugün sizin düşündük kögen. Siz kek kalandıkın dep tamakla etip koydun bana karama. Bak. Sıkı diyen jenim he? Benim degen çakallık. Ne? Sen bugün acayip la, he? Benim degen çakallık. Vay Ahmetciğim, sizin desem ot kulak, suğum içmem bu ben. Bak, rahmet xotin. Vallahi hemisi yaxşı. Yaxşı, hemisi duruz. Der aslında bugün çislak kançaydı? Bugün 32 yanvar. Ne oldu? Muş yanvardan 35-36 lirayı akamla kendiniz hep de şunun tayarlıkla degen bu. Tamak yemin nasıl sıkıda? Yaxşı. Bak. Kırı. Vay siz kevinin şunda hoşalık kettin bugün. Ay, rahmet xotin, rahmet. Ya? Baş telefon qotirdim. Alo? Ha, men bu. Ha, hozir uyga kelgan dedim. Qani bo'ldi? Nima? Ish qilish kerak. Meni ish kun tamomlab qo'ygan deydi-ku. Shu mana Ha, bo'ldi, chaqim borma. Ha, ish gap emas. Bo'ldi, boshliq borma. Ha, mana. Baş telefon qo'ydi qara. Nimdaydi o baş? Ish bo'lmasam bo'lmaydi qara. Ish cho'qim ketadi. Bir yanda hazırlık geldiniz ku, yani kitapsız mı? Tamam. Başliq pul berayotganki qanaqa ehtiysa. Berish kerak. Pul verse bir ki, vaqt endi anlamganın tamam sığı yapamam siz. Atan, ben bugün işini bitirip et kelsem istipegin he? Ve ekenlere baray, başlık kütüp kalmışsın he? Ahmetcan, toktap durun çapınızı kiyelim. Böyle. Bol çapsan. Aldırmama ben değil. Başlık o başlık. Vay, Ahmetcan, aç şunu suyu kaptı. Rolde aslamayın he? Davay. Ben de bu. Büyük ballar karayasın. Ya karayla bu karayla. Ahmetcan beydi, koy aman de. Sakalamet bilip birim, hadi kısmen bakın. Alo? Rozaxon? Vay al bizning ahmoq yen kelib, qo'rqib ketkinim, ya Allah Xudoyim saqlasin. Vay. Ha u katta yani qaytadan ishga chaqirib deb ketdi. Ha siz kelyapsizsiz? Ha mayli keling. Men sizni kutaman, ma'qul. Mayli bo'pti. Dokumentlarni unutib qolibman ku he? Hey! Qara. Ha? Bunu yatsının qotqini qara. Haram sırası haram ekan da. Xushla, savr qil. Qara, meni yo'qotib kiyotganini qara. Xushla, mahka tuzlishani to'xtaldim, hey. Xushla, hey. Sen
İti çoluk kutulmam seni. Tokta sen tokta cumu. Men atkan iş payda çıkmaydı. Asman 3-4 qitim atkan ikimiz ölüp yetip alaylı. Uydakiler çıkıp kimni kucaqlap yığılsa şumuş uyda qalsın qo'shna. Hadi qo'shati vozliqqa ish ketmadi. Ha, vozliqqa bir 3 qitim atda ikimiz yetip alaydı. Uydakiler çıkıp ölüp yetip alaylı. Kimni kucaqlap yığılsa şumuş uyda qalsın. Emmeli. Men medyatma cumu. Men neydi? Ayama. Tayyor. Allah. Bunu mu alamettu? Vay it çok kötü bizim oldu. Vay öldüm. Vay endi qanaqlaman. Vay anam işkisi nim bo'lgandi ha? Vay işkilas ölüptü. Hey Serdirdin, kiraverin. İşkilas ölüp qaptı, kiraverin. Vay ölüp kaldı. Dur. Qo'shnim, men endi boshqa buni deya qancha suadi. Shayton xotiningni deb men itib etgan az qoldim qo'shnim. Demek qo'shnim. Xotin deb seni de ayrılık tas qildim. Qo'shnim. Kulma вообще uqtirma. Seriyozli bo'l. Mayli da sen seriyozli qo'rqqandek bo'lishing kerak davay. Qaytadin davay. Oqiyib turib ol, yo'q. Qo'ymay bo'lib qolgandek. Ishga bal tug'sa, turmush chiqsa degan. Ishga bal tug'dim, qancha turmush chiqdim, chiqma dedi. Deganda shu qumloq ish baqaydi. Hozir qulaq ish baqaydi. Yechib, O'zi braslab ketsa. Xudoyim bo'lsa, ishkini tuqqanda shu vaqtda tegsa davay. Bo'ldi, jirillar davay. O'sha yerda tushib olaylar shuni. O'zingiz o'tag'ingiz braslab qotqingiz tushib olasiz. Vay anam balam. Çeşitli tep düştü kara attın altına. Jirillar. Batırıp kaç. Tataydı içe git kaldı. Qarang yani. Kulağım gider misin? Siyonk bu da kulağım gider misin? Ne nasıl yok? Ko'chini yotmadi. Ko'chini yot. Sizning emas, mening saxsi Ayıp Dilmurat olma. Berlin tepildi. He. Uni Yodikor optika qamayib endi o'ynab Berlin tepildi. Ondaysiz. He, Yodikor uni optika. Unutib qoldim. Ben Berlin'i aldım da atmıyor sana. Namdım. He. Sen olsan kim oldu? Endi, Marim. Bal degan kichik qo'y. Bir mayqab iq qo'yganda endi. Bunisi qancha tutdik ekan, birini ipiray, yengini birini. Naqdinglar birini. Bo'ldi? Hey Shuhrat Malim. Asmo ağandu. Qo'shlar meni atgan ish payda chiqmaydi, men tushundirma. Siz baribir tushunmaysiz qo'shlar. Sen tadı et. Mayli da. Ya. Dokibitlarni unutib qolibman ku ha? Tıkıl kaldı Haydarak. Ahmetcan fotoğraf turun çapınız kiyini. Oraya çakılır. Aldırmana endi. Yoldan çetili atlamayın. Hey Ahmetcan aşksınız diye kaptı. Tadı et. Yolu ciddi aslanır diyoruz. O senin oyun pul da. Davay ben seni itirler. Oyunda it kaldım. Oynama. Bizim adamı ne görüyoruz? Adamlar ne? Bilmem ya oğlum. Şu maşa turuz musun? Yeremeyiz onu. Onu çöde. Sen sayı.
Külme вообще uqtыңma. Ha, ben Mehmet ben sen. Qaraysa, gap aytadigan qaraysan ku. Ya ana, 3 yillik gibi